Yo, what's up bolalar? Sizlar bilan men o'sha Begita bo'laman. Men sizlar. Короче, tak biza bugungi videoda bir kundan 100 kungacha survival qilmoqchimiz. Shuning uchun videoga like bosib obuna bo'lishni unutmanglar. Unda qani videoni boshladik. Do'stlar, e'tibor bergan bo'lsanglar, men paydo bo'lgan bu yonda qishloq oraga yetmaganiga Timotini yuz. Mayli, hozir mana bu yerda bir qo'ylarni o'ldirib olay. Kechqurun tushib boshladi. Ovqatlar bizga hozircha kerakmi? Birdanigina qo'yoq. Mayli, uni ham to'g'rima endi. Katta maqbarachi. Qishloq kattaga o'xshayapti. Bo'ldi, men endi yashab qoladigan joyimni topdim. Do'stlar, endi men 100 kun mana shu yerda yashayman. O'lman. Yo, yonda yana bitta qishloq bor ekan. Bu qanday omad? Do'stlar, men qanday omadliman. Yo, mana boradi. Qarayli. Endi biza delik bilan sudan o'tishimiz kerak. Vuy. Qani. Hozir biza bilan kerakchi. Bir tiyinga qimmat narsalar hammasi. Mana vallahi ketdik. Rahmat etmang. Mayli, endi nega qishloqqa borib kerakchi? Yerda biroz qani ketdi. Просто men o'ylamadim. Yo, men hech qachon ovqatdan kam bo'lmayman. Bu yerda juda ham ko'p ovqat bor. Bu bizlar uchun juda ham ma'qul. Mana bu qishlog'im normal ekan, faqat temirchining uyi yo'q bo'lsa kerak taxminimcha, chunki bu yerda bitta temirchining uyi bor ekan. Lekin har ehtimolga qarshi bo'larsinlar-da. Yo, bu yo'lim katta ekan. Ana men nega qishloqda yashayman, shunisi aniq lekin. Mana bunaqa narsalarni olasiz. Ovqat masalasiga sal keyinroq qoladi. Yo, mayo do'stlar, uylarni qaranglar, qanaqa tekislik bilan joylangan. Hozir do'stlar, bu qishloq juda ham katta ekan. Ketmagani orqasida uylarni joylashgan. Bu qishloq juda ham katta ekan. Faqatgina birgina temirchining yo'q ekan. Endi biz nega qishloqqa borishimiz kerak? Do'stlar, ko'rishguncha siz bilan chiqish kerak. Yana yuguramiz. Men uchaman. O'yim qarasam, ambulatoriyaga kirib ketmasligimizdan oldin. Yomon. Meni hech narsa to'xtatolmaydi. Mana bu yo'llardan tashqari. Men kirim degan unvonni berishdi. Mana endi daraxt ko'ramiz. Yetganchilik menda olma bor edi. Hozir
Gerçi şular yetip kalsak gerek. İlkencimi koyun gerek. Kitapçalarına göre. Onu bir taş var. Basit hemen durum. Gerek. Endi bizdeki kirke gerek. Balamız ve taş değil. Bu benim çıkın bana. Benim gibi ben taş olayım. Bize taş gerek. Vayda, men bu yerda bıraktım taş olayım şekilde. Ne alınca taş olganimdan ketaman. Mana bunday qilamiz tog'an, mana bunaqa qilamiz. Oldu. Ne uzak bölgeye gittim olamam. Sen şimdi peki kaldım. Ve şimdi kılıçtan böyle hiç kavunamaz. Nona masa ikiyam olmazdı. Bana baka, buna baka ve bunu baka. Dimana kuda? Koy kaydasan. Oh, babam yang kontodum. Koy hayat ini zaman bol. Doğran ne zaman bol. Wah. Sen kayda kalın. Başka ne olacak? Yo'llarni biriktirib tek bo'ldi, mana qo'yga tegib qo'yaman. Bizda hozircha keraklicha narsalar bor. Shuning uchun endi biz ovqat masalasini hal qilishimiz kerak o'ylashimcha. Bolta ham yasasam bo'lardi ekan. Endi yerni yasash kerak. Ana bolta. Sizlar nega bolta yasash kerak edi deyapsiz. Deyib turgan bo'lsanglar. Chunki boltalarga mana bu kitobchalarga kerak. Kitobchalar nega kerak? Agar biz kuchayib ketadigan bo'lsak, qorachalarni keltirib qo'yamiz. Bo'ldi. Rasmiy mana shu uyni men o'zimniki qilib olaman. Menga yana bitta sondiq bo'ldi. Ikkilanani ham qo'yish kerak bakalım. Mana bunday, bunisi baqa. Chiroyligina uchi bo'ldi. Endi boshqa joylarni ham bekitib. Bola bu yerda nima qilyapsiz? Kechqurun tushganda yonimga kelib baqa. Ko'radiganlarni ko'radilar. Lekin bu yerda temirchining uyi bor emasmidi? Bu qishloqda nimalar bor? Shunday. Pollarga nima qilasiz? Ahmoqlar. Ularni ham harakatini kechkiryapti. Hali jetton tushib bo'lmadi. Shuning uchun yugurib qolsam kerak. Uyimgacha borishga kerak. Hop, yugurdim. Yuguralamay-ku. Korkasiz. Yog'och yetmay qoldi. Shunaqa paytda. Qaydasan yog'och? Men zombilar bilan urushib bo'lsa ham yog'och so'raman.
Çünkü bana ona kadar daraklar. Koyda adı zombi kili yaptı. Etrafı mesela titre. Oraya zombiyi kırıp koymazsın. Ukla. Abi oldu ukladı. Uklap durdum. Kana zombiyle koymaktakken zombiyle bağırmasılar. Patlasılar. Önce bir yerde zombi. Yam. Yo batı bitti zombi. Daha fazla. Göz canı gözü kas kaldı. Biller gibi oldu. Sen nime geçiyorsun? Ben normal. Men bugün köpüşüp koydum. Dostlar bu bir günden 100 gün geçirdiğimde birinci gün edi. Ama video şu yerde yaptık. Geçirsizler. Şunun için videomun da başka sonlarına videoga like ve abone olmayı unutmayın. Mana shunday videolarimizga kattagan hissa qo'shgan bo'lasizlar. Sizlar bilan men o'sha bekatda bo'ldim. Ko'rishguncha xayr.